Assalamu suyumli qeyrindaşlarım. Mən kitab oxuş munbiridan İkray Rahman. Sizlarga Şirin Bulaq sirasini bevosita o'qib anlatyapman. Tünögünkü o'qishlarda biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bargohda degan mazmunga kelib to'xtagan edik. Unda bo'lsa boshlab ketaylik. Vaqtni chig'roq tutib. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bargohda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tog' jilg'isidagi bargohga qaytib borgandan keyin Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu chiqib beshidagi dubulg'i bilan miros amiyat bir izohat borga cho'ng toshqacha yana bir so'zda Uhud jilg'isidagi suvning nomi deyilibdi. Din uning ichishi uchun suv keltirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam suvni qo'liga ilib ichmoqchi bo'lgan edi. Suvning badbo'y purug'i uni saskantirib qo'ygan chig'i suvni ichmay qaytirib atdi va u suv bilan chiroyidagi qonning qoldiqlarini va beshini yuvib etib, o'z payg'ambarining bosh ko'zlarini qoniga bo'yagan kishilarga Alloh taoloning g'azabi qattiq bo'lsin dedi. Sahil raziyallohu anhu mundaq degan: Qasam qilib aytamanki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning beshidagi qonlarni kimning yo'qolligini, kimning suv quyib berganligini va nima uchun do'rlanganligini obdan bilaman. Fatima raziyallohu anha yo'g'an edi. Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu beshidagi dubulg'isi bilan suv akilib quyib bergan edi. Fatima raziyallohu anha yo'g'an seri jarohatning qansirayotganligini ko'rib Bo'rdan azroq elib ko'ydirib jarohatga bosdi. Shun bilan qon to'xtadi. Shu orliqda Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhu berib tatliq sovuq suvdan tep kelgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u suvdan ichib Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhuga xayrlik bilan duo qildi. Anda uning yaralangan a'zolari qattiq og'rib ketganlikdan peshin namozini o'ltirib o'qidi va musulmonlarmi o'ltirib iqtido qildi. Abu Sufyanning urush oxirlashgandan keyingi masxara kulkisi va Umar raziyallohu anhu bilan javoblashganligi. Mushriklarning qaytish tayyorligi bitgandan keyin Abu Sufyan taqqa chiqib o'llik ovozda "Muhammad bormi?" deb tovladi. Musulmonlar uningga javob qaytarmay jimjit turishdi. Shun bilan u Ibn Abi Fuham fa zatda Abu Bakr raziyallohu anhuning kunyati debdi. "Bormi?" deb tovladi. Ko'pchilik yana jim turishdi. Onda yana Umar ibn Xattobchi deb tovlagan edi. Hech sado chiqmadi. Aslida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni Abu Sufyonga javob qaytarishdan to'sgan edi. Abu Sufyon va uning odamlari islom mushu 3 kishi bilan barpo bo'lib turadi deganni bilgachga, uning avval mushularni so'rashi muqarrar edi. Bu chaqda Abu Sufyon: "Ha, yaxshi, ularning hammasi tugabdi" dedi. Buni anglagan Umar raziyallohu anhu o'zini tutib ololmay: "Ey Xudoning dushmani, sen tilga olganlarning hammasi hayot. Alloh sening adabingni berdiganligini yanala hayot qo'ydi" deb javob qaytardi. Ondan Abu Sufyan: "Sizlarning o'liklaringlar parchalab tashlanibdi. Men bunda qilishga buyurmagan ham qayg'uribmi keltitmadim" dedi va o'lik holda Ulu Hubul butning ismi. Ulu Hubul. Yasha Hubul, Yasha Hubul deyishga boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni anglab, uningga javob qaytarmamsizlar dedi. Sahobalar nima deb javob qaytaramiz degandek Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Alloh oliy ham ulug' deb javob beringlar" dedi. Ondan yana Abu Sufyan: "Bizga Uzza iloh bor, sizlarga Uzza iloh yo'q." Uzza deganimizning ma'nosi menda izohatda arablarning Taifdiki buti bo'lib, jaholiyat ularning eng cho'ng ilohlarining biri hisoblanadi debdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Uningga javob qaytaringlar" dedi. Sahobalar nima deb javob qaytaramiz degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Alloh bizning egimiz, senlar qolding egisiz danglar" dedi. Ondan Abu Sufyan yana: "Bugun nihoyat obdan ish bo'ldi. Badr urushidagi intiqomimizni oldik. G'alaba degan bir kun mana bir kun sang yuzlandi. Mana bugun tang bo'ldi" degan edi. Uning Umar raziyallohu anhu javob qaytarib: "Hargizmi tang emas.
bizning şehit bo'lgan qarindoshlarimiz jannatda bo'ladi. Sizlarning taplaringlar dozig'i bo'ladi, dedi. Yuqorqi kaskin munozara va javoblashdan keyin Abu Sufyan Umar radhiyallohu anhuga bu yoqqa kel, ey Umar, dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Umar radhiyallohu anhuga berib qarab baqin, nima gapi bor ekan, dedi. Umar radhiyallohu anhu Abu Sufyonga yaqin berib edi. Abu Sufyon, ey Umar, men sendan Allohni org'a selib turib so'rab baqay. Biz Muhammadni o'ldirdikmi, yo'q, deb so'radi. Umar radhiyallohu anhu, Alloh bilan qasamki, hargiz undaq ish yo'q. U shu topda sening mushu gaplaringni anglab turadi, deb javob berdi. Abu Sufyon, mening nazarimda sen Ibni Qamiyadin rostchil ham ishonchlik, sening gapingga ishonaman, dedi. Badrda uchrashqa og'zaki putishish. Ibn Issoq rahimahulloh mundaq deydi. Abu Sufyon va uning odamlari tog'dan tushish oldida jakarchisi orqali tovlab, sizlarga deydigan gap, kelar yili Badrda uchrashimiz, degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yenidiroq turgan bir sahobiga, bo'ladi, bu har ikkimizga bari bo'lsin, degin, dedi. Mushriklarning harakat nishonini kuzatishi. Mazkur va'da og'zaki putishish Abu Sufyon bargohga qaytgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuga sen dushmanning orqasidan chiqib, ularning nima ish qilayotganligini, nima ish qilmoqchi bo'layotganligini nazorat qilgin. Ular otni yoniga elib, to'ygiga minib mangan bo'lsa, udan Makkaga mangin bo'ladi. Navoda otlarga minishib, to'ygilarni bekor haydab mengishgan bo'lsa, cho'qim Madinani nishonlab mangan bo'ladi. Allah bilan qasamki, agar ular Madinaga mangan bo'lsa, keyindan qo'g'lab kirib, oxirgi nafasgacha elishiman, deb uni mushriklardan xabar o'qib kelishga avatdi. Ali radhiyallohu anhu mundaq degan. Shuning bilan men mushriklarning keyinidan chiqib, ularning harakatini kuzatdim. Ular otni yetilab, to'ygilarga minib, Makkaga qarab yurib ketishdi. Shehidlar va yordorlarning izderigini elish. Quraysh mushriklari Uhud tavasidan chiqib ketgandan keyin musulmonlar shehidlar va yordorlarning izderigini elishga boshladi. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu mundaq deydi. Shu kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni Said ibn Rabi radhiyallohu anhuni izlashga avatdi va uni ko'rsang mendan salom degin, hamda uningga Rasululloh sendan qandaqroq deb so'raydi degin, dedi. Shuning bilan men jasadlar orasini orlab yurib, oxir uni topdim. Vaholanki u oxirgi nafasga tushib qolgan ekan. Uning badanda nayz urilgan, qilich kesgan, o'q tekkan jarohat bo'lib, 70 necha yer o'xshashmagan darajada yaralangan ekan. Uningga dedimki, "Ey Said, Rasululloh sana salom yo'lladi va aytdiki, ahvoling qandaqroq, men aytqin." Said radhiyallohu anhu nahayda tuvan ovozda, "Rasulullohga salom bo'lsin. Uningga aytib qo'yginki, ey Rasululloh, men jannatning hidini puravatman. Qum ansarlarga yetkazib qo'yginki, sizlarning ko'zinglar midirlabda turadigan Rasululloh biror peshkanlikka yo'liqib qolsa, qiyomat kuni Allohning oldida o'zinglarni oqlashga yuzinglar qolmaydi", dedi-da, shu hamon jon uzdi. Sahabalar yana yordorlar orasida Usayram radhiyallohu anhu, Kalti Shamshar asli ismi Amru ibn Sabit deb izohat berilibdi. Ne tapdi? U mu jon uzish oldida turib Musulmonlar uni buningdan ilgari ko'p qatim islomga da'vat qilgan bo'lsa-mu, u rad qilib kelgan edi. Shunga ular o'zaro qo'l-qo'l qilishib, Usayramni bu yerga nima ilib kelgandi? Biz uni Madinadan tashlab chiqqanda uning bu diniga inkori xili kuchli edi, deyishdi. Ondan uningdan so'rab ko'rdi. Seni bu yerga nima ilib keldi? O'z xalqingni deb chiqdingmi yoki islom diniga qiziqib uni qo'g'dash uchun chiqdingmi, deyishdi. Usayram, albatta islomga bo'lgan rag'batim meni bu yerga ilib chiqdi. Men Allohga va Allohning payg'ambariga iymon keltirdim. Ondan Rasulullohning sepida turib jang qildim. Oxiri mushu holga kelib yetdim, dedi-da, gapi oxirlashmay turibla jon uzdi. Bu ahvol payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xabar qilinmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u ahli jannati dedi.
Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq degan: Bu ikki rakat namoz o'qib, Allohga bosh qo'yib sajda qilib baxmagan edi. Shehidlar orasida Bani Su'alaba Yahudilardan bir kishining jasadi bayqaldi. U o'z qavmiga: "Ey Yahudilar jamoasi, Alloh bilan qasamki, sizlar bilasizlar, Muhammadga yordam berish rozimang zimmanglardagi majburiyat" degan. Ular javob berib, "Degining rost, lekin bugun kungi shanba" deyishgan. Shunga u qilich va boshqa yaroqlarni elib, "Agar men jangda musibatga uchursam, mening barliq mol-mulkim Muhammadga mansub. U bu milimni o'z xolgancha tasarruf qilsin" deb qo'yib, tong saharda otlanib, jang maydoniga chiqib, urushib, oxiri mushriklar tarafidan o'ldirib tashlangan. Uning haqida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Muhayriq Yahudilarning yaxshisi deydi. Şehitlerinin jamlanib dafn qilinishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shehidlarga bir-birlab qarab chiqdi. Ondan mundaq dedi: "Men bularga guvohman. Kimki Allohning yo'lida yaralandi ekan, Alloh uni qiyomat kuni yarisi qon to'kkan holda tirildirdi. Qonning rangi qizil, ammo uningdan iporning hidi purab turdi. Sahobalarning ba'zisi baxtsizlikka uchragan, urug' tuqqan yari birodarlarni Madinaga yo'tkab ketgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shehidlarni o'z joyiga qaytirib, tera, to'mir degandek qo'shimcha kiyimlarini soldirib etib, asli kiyimi bilanla yuyib tarmay yiqilgan yeriga dafn qilishga buyurdi. 2-3 kishi bir qabrga qo'yildi. Hatto bir kepanga 2 kishini elishqimi to'g'ri keldi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning qaysi Qur'onni ko'proq yodqa biladi deb so'raydi. Ular paloni deb birini ko'rsatsa, shu lahatga burun qo'yatdi va qiyomatda men bularga guvohchi bo'laman deydi. Abdullah ibn Amru ibn Haram bilan Amru ibn Jamu radhiyallohu anhuma o'tirsidagi quyuq do'stlik munosabati bo'lg'achqa, bu ikki do'st bir qabrga qo'yildi. Sahobalar yana jasadlar orasida Hanzala ibn Amr radhiyallohu anhuning jasadini topolmay ko'p izladi. Oxir bir chaqda uni bir to'plikdan badindan suv tomchilab turgan holat uchratdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga Hanzala radhiyallohu anhuni farishtalar g'usl qildirib qo'yganligini xabar qildi. Ondan keyin uning ahvolini uning ahliyisidan so'rab beqinglar dedi. Kishilar uning ahliyisidan so'raganda, u Hanzala jina batta edi. U jang chaqirig'ini anglagandan keyin g'usl qilishga ulgurolmay chiqib ketgan dedi. Shu vajidan Hanzala g'asiyul malaika zahata farishtalar g'usl qildirgan odam deb ataldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z tog'isi ham imildosh qarindishi Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhuni ko'rganda nihoyat qayg'urdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ommasi Safiya radhiyallohu anha Hamza radhiyallohu anhuning hamshirasi kelib, qarindishi Hamza radhiyallohu anhuni ko'rib olmoqchi bo'lib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning o'g'li Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhuni buyurib, "Onangni qaytirib ketgin, qarindishingning ijinish holatini ko'rib qolmasin" dedi. Bu chaqda Safiya radhiyallohu anha: "Nima uchun ko'rmagidakman? Anglashimcha u parchalanib, muslah qilinibdi. Buning hammasi Alloh yo'lida kelgan musibat. Alloh uchun biz hammamiz hammaga rozi. Men inshaalloh o'zimni tutib olaman va savob umid qilaman" dedi-da. Kelib Hamza radhiyallohu anhuni eng oxirgi bir qatim ko'rib oldi va uningga duo qilib, istirjo etdi ham mag'firat tiladi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hamza radhiyallohu anhuni hamshirasining o'g'li Abdullah ibn Jahshi radhiyallohu anhu bilan bir qabriga dafn qilishga buyurdi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: "Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tog'isi Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhuga yig'lig'indek yana bir birovga yig'lig'ini ko'rmagan edik. U Hamzani qibliga qo'yib, jasadning oldida turib, buquldab yig'lab ketdi.
hattoki o'ngrab tashildi. Şehitlərinin qatarı yatqanı görünüşü intayın echinishliq ham fojialik bo'lib, yurakni ezatdi. Habbab raziyallohu anhu mundaq degan: Hamza raziyallohu anhuga faqat oddiy bir tal ton chapandan boshqa kepallik tepilmadi. Uning bilan bosh tarafi yugalsa, oyoq tarafi ichilib qoladi. Oyoq tarafi yugalsa, bosh tarafi ichilib qoladi. Oxir bo'lmay, kiyim uning bosh tarafiga tortilib, oyoq tarafiga izhir, yani o'simlik nomi paxli qo'yildi. Keyingi kunlarda Abdurrahmon ibn Avf raziyallohu anhu mundaq deb bergan edi: Mus'ab ibn Umar raziyallohu anhu mu talafatiga uchirdi. U mendan ko'p yaxshi kishi edi. U birli tonda kepallandi. Ton uning beshiga yepilsa, puti uchib qoladi. Putiga yepilsa, beshi uchib qoladi. Habbab raziyallohu anhuning rivoyatidami shuningga o'xshash abayonlar bor. Uningda yana bir chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga: "U kiyim bilan uning beshini yuvganglar, putiga izhir paxli silinglar" dedi deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Parvardigori Taologa sana aytib duo qilganligi. Imom Ahmad rahimahulloh naql qilgan bir hadisda mundaq deyilgan: Uhud jangı kuni urush oxirlashib, mushriklar o'z yo'liga ravon bo'lib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahibalariga: "Sapga kelinglar, men Allohga sanoq aytib olay" dedi. Shuning bilan ular Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning keyniga sap bo'lib turdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Alloh, jimi hamdu sana sana mansubdir. Ey Alloh, sen kang qo'yibatganni yig'ib qo'rg'uchi yo'qdir. Sen yig'ib olganni qo'yibatguchi yo'qdir. Sen ozdirganni hidoyat qilguchi yo'qdir. Sen hidoyat qilganni hech kishi ozdirolmaydi. Sen bermaganni berguchi yo'qdir. Sen berganni kishi to'solmaydi. Sen yiroq qilganni yaqin qilguchi yo'qdir. Sen yaqin qilganni hech kishi yiroqlashtirolmaydi. Ey Alloh, bizga barakatlaringni, rahmatingni, fazli karimingni va rizqi inomingni keng yayg'in. Amin. Ey Alloh, men sendan to'zimaydigan, yo'qolmaydigan muqim ne'mat tilayman. Ey Alloh, men seningdan qiyin kunlarda yordam berishingni, xavf xatarlardan omon qilishingni tilayman. Ey Alloh, men sendan bizga ato qilgan va yoki atoyingdan saqit qilgan narsalarning yomonligidan panoh tilayman. Ey Alloh, bizga iymonni yaxshi ko'rsatgin, dillarimizni iymon bilan zinnatligin. Bizga kufrni, fisqi, fujurni va gunoh maisiyatlarni sad, ya'ni yomon ko'rsatgin va bizlarni tavfiq, hidoyat topqishlardan qilgin. Amin. Ey Alloh, bizni vafot qildirsangmi, musulmon holatda vafot qildirgin. Hayot qo'ysangmi, musulmon holatda hayot qo'ygin. Bizni rasvoyi jahon bo'lmagan, ziyon tortmagan va fitna fasodlarga mubtalo bo'lmagan holatda solih, ya'ni yaxshilarga yetishtirgin. Sen haqqoniy ilohdirsan deb tiladi. Madinaga qaytish, do'stlik va fidokorlik ruhi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shehidlarni dafn qilish va Alloh taologa hamd sano aytishlardan fariq bo'lgandan keyin Madinaga qarab yo'l oldi. U jang maydonida musulmon azimatlardan ajoyib sadoqat va mislsiz fidokorliklarni ko'rgandek, Madinaga yetib kelganda samimiy, sodiq musulmon ayollardan insonlar tabiatida kam ko'riladigan mehr, muhabbat va o'zini unutgan fidokorlik ruhini his qildi. Hamna binti Jahshi raziyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga hol so'rab chiqqan edi. Yo'l ustida uning qarindoshi Abdullah ibn Jahshi raziyallohu anhuning musibat xabari uqtirildi. Hamna buni anglab istirja: "Biz Allohning ilgididirmiz, Allohning dargohiga qaytimiz" deyish aytdi va mag'firat tiladi. Arqadan uning ana taraf tag'isi Hamza ibn Abdul Muttallib raziyallohu anhuning o'limi xabar qilindi.
yana istirja etdi va mag'firat tiladi. Ondan uning eri Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhuning musibatga uchraganligini yetkazildi. U to'g'lab tashildi va yig'lab ketdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayol kishining qalbida uning eri cho'nqur o'rin olgan bo'ladi dedi. Bani Dinar jamoatidan bir ayol mujohidlarning oldiga chiqqan edi. Bu qadimgi urushda uning eri, bir tuqqan qarindoshi hamda otasi qator shahid bo'lib ketgan edi. U ahvollardan vaqiflangandan keyin Rasulullohning ahvoli qanday bo'ldi deb so'radi. Kishilar uningga yaxshi, ey hamshiram, Allohga shukri, u siz orzu qilganingizdek yaxshi turyotidi degan edi. U Rasulullohning qishig'a meni boshlab beringlar, men uni o'z ko'zim bilan bir ko'ray dedi. Uningga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rsatib qo'ydi edi. U sen oyat bo'lsanglar, har qancha musibat hech qancha, ya'ni musibat emas dedi. Alloh bu ayoldan rozi bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga qaytib keldi. Said ibn Muaz raziyallohu anhuning onasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga yugurib chiqdi. Bu chaqda Said raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning etining chulvirini tutib kelib atdi. Said raziyallohu anhu onasini ko'rib, "Ey Rasululloh, anam" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni qarshi olamiz dedi va uningga to'xtab turdi. U xotun yiqilib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga o'g'li Amr ibn Ma'az raziyallohu anhu to'g'riliq tasalli berdi. U xotun, "Ey Rasululloh, sening sog' salomat qaytib kelganingni ko'rib, barliq musibatni hech nima sanamadim" dedi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Uhud jang maydonida shahid bo'lganlarning oila tavobatlarga duo qildi. U mundaq dedi: "Ey Saidning onasi, sizga va barliq shahidlarning ahli avlodlariga xush xabarki, ularning musibatga uchragan hamma qarindoshlari bir yerga jam bo'lishdi va hammasi o'z ahliga shafaat qiladigan martabaga erishdi." Said raziyallohu anhuning onasi buni anglab, "Biz rozi bo'ldik, ey Rasululloh. Buni anglab turib, ularga yana kim yig'lasin?" dedi. Ondan u yana, "Ey Rasululloh, shahidlarning ahli bola chaqalarga duo qilsizlar" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Ey Alloh, musibat egalarining qalbidan g'am qayg'ularni ketkizgin. Ularning musibat va dar alamini yengillatgin. Varislarga yaxshi izbosar ato qilgin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinada. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu kuni, ya'ni Hijriyaning 3-yili Shavolning 7-kuni shanba Kassabol bilan Madinaga yetib keldi. U uyga yetib kelibla qizi Fatima raziyallohu anhaga qilishni uzutib, "Qizim, buningdagi qonlarni yuyib, u bugun menga bek asqatdi" dedi. Uningga yana Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu qilishini uzutib, "Buni ham yuyib eting. Alloh bilan qasamki, bu menga bugun bek asqatdi" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga, "Sen bugun urushda subatliq bilan jang qilib asqatqiningdek Sahil ibn Hunayf va Abu Dujanalarmu bek asqatdi dedi. Ikki tarafdan chiqim bo'lganlar. Uhud jangida oid rivoyatlarning hammasi shuningga birlik keldiki, bu jangda musulmonlar tarafdan chiqim bo'lganlarning umumiy soni 70 kishi bo'lib, mutlaq ko'p qismi ansarlardan edi. Ular jami 65 kishi bo'lib, 41 Hazraj ansarlardan, 24 Avs ansarlardan edi. Qolgan 5 kishining biri Yahudlardan, 4 muhojirlardan edi. Ammo mushriklar tarafdan o'lganlarning soni Ibn Issoq rahimahullohning zikr qilishicha faqat 22 odam ekan. Lekin inchiklab statistik qilganda, mushu jangga oid tarixshunoslarning naqllariga va har qaysi jang nuqtalarida mushriklar tarafdan yer tishlaganlarning ahvoli zikr qilingan vasiqlariga asoslanganda ularning o'lganlarning soni 22 emas, balki 35 kishi ekanligi ma'lum
deb izohat berilibdi. Madinada jiddiy holat yurgizilishi. Musulmonlar Madinaga qaytib kelib, shu kechini, ya'ni Hijriyaning 3-yili Shavulning 8-kuni yakshanba yo'riydigan kechini jiddiy holat o'tkazdi. Ular butun bir kecha o'zlarining qattiq charchab harg'anligiga qaramay, Madina yo'l egizlari va kirish o'tanglarida qarovullikda turib chiqdi. Bo'libmi oliy bosh qo'mondan Muhammadun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'g'dab, bidar turib qarovullik qildi. Chunki bugun har xil ehtimollarning yuz berishini chet qoqilib bo'lmaydi. Hamra ul Asad urushi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam garchi uyiga kirib orom elayotgan bo'lsa-mu, lekin u kechicha hozirgi vaziyat to'g'risida o'ylanib, toki sahariga qadar kirib qaqmadi. U kechadan beri navoda mushriklar jang maydonida qo'lga keltirgan g'alaba va ustunligidan to'liq foydalanolmaganligini his qilib, oldirab Makkaga qaytganligiga pushaymon qilishib qolsa, Madinaga qayta hujum qilish uchun yarim yo'ldan yenib kelishi mumkinligi to'g'risida o'ylandi. Shun u ko'p o'ylanib, oxir Makka qo'shiniga qarta qo'g'lab zarba berish harakatini qo'zg'ash qaroriga keldi. Tarixshunoslar shunda xulosaladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keyingi kuni tong saharda, ya'ni Hijriyaning 3-yili Shavvolning 8-kuni yakshanba saharda musulmonlarga e'lon chiqarib, ularni dushmanga qo'g'lab zarba berishga chaqirdi. U atlanish oldida biz bilan faqat Uhud urushiga qatnashganlarla chiqsin degan edi. Darhol Abdullah ibn Ubay, "Men chiqamanmi, ya Rasululloh?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning talabini "Bo'lmaydi" deb uzbatdi. Musulmonlar umumyuzlik harakatga kelib, yara jarohatlarini tingib, har tarafdan yiqiyotgan xavf-xatar vahimaga pisand qilmay, uning chaqirig'iga ovoz qo'shdi va hammasi birdek qilib, "So'zingni anglaymiz, ham itoat qilamiz" deyishdi. Bu qitim Jabr ibn Abdullah raziyallohu anhu kelib, "Ey Rasululloh, men sen qo'zg'agan har qanday harakatga qatnashishni chin dilimda orzu qilatdim. Biroq bu qitim otam meni qizlarga qarashga qoldirib qo'ygan edi. Shunga Uhud jangiga qatnasha olmadim. Menga ijozat qilsang, sen bilan birga chiqsam" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni ruxsat qildi. Ondan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni boshlab Madinadan yo'lga chiqdi. Ular davomliq ilgirlab Amra ul Asad Madinadan 15 kilometrdan ko'proq keladi deb izohat beribdi. Degan joyga berib, tushib mushu yerga qarorgoh tikdi va gazarma ta'sis qildi. Dal mushu paytda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'a Maibad ibn Abi Maibad Huzai kelib musulmon bo'ldi va "Ey Muhammad, Alloh bilan qasamki, sana kelgan bu kelishmaslik bizga bakmi ig'ir keldi. Alloh sog' salomatlik ata qilsgan deb orzu qiladi" deb tasalli etdi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Abu Sufyonning keynidan yetib berib, uni siyosiy hujum bilan qo'rqitib urkitishga buyurdi. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mushriklar qo'shinining yarim yo'ldan qaytib kelib, Madinaga hujum qilish xiyoli bo'lishidan ansirgini hargizmi ortiqcha o'ylab ketganlik emas edi. Haqiqatan ular Madinadan 36 mil, ya'ni 58 kilometrdek yo'l yurib, Ravha degan joyga tushgandan keyin o'zaro tap-talomat qilishib, hech ish qila olmay keldik. Faqat shon shavkitinla yerga ura oldik xolos. Ondan yana tashlab keldik. Halbuki ularning orasida bizga qarshi odam to'playolg'udek kishilar yana qilib qoldi. Shunga keynimizga yetishimiz kerak. Ularni tal-to'kis yo'qotishimiz kerak deb davrang silishdi. Qaraganda bu fikr har ikki tarafning harbiy iqtidorini va ma'naviy kuchini degandek yaxshi mo'ljalab ketilmaydigan po'rakchi kishilar tarafidan mundaqcha o'tirib qo'yilgan yuzaki so'zlar qiladi. Shunga u bu fikrga qo'shin qo'mondoni Safvan ibn Umayya darhol qarshi chiqdi. U "Ixloyiq, men ular yana musulmonlarning Uhud jang maydonida chiqishdan qilib qolganlarning birga to'planib chiqishidan ansirayman.
Шуңа қайтайлы, ғалибі хамын бізге мәнсуб. Қайты жан қозғанда ұрыш чақы бізге қаршы чөргілеп, қылып, келішмәсік yüz берішіден әмін болғыл болмайды, dedi. Бірақ bu fikir mutlaq köp sandagi g'ovg'achilarning cho'qan so'ralari oldida tashlanib qoldi va buni qo'llaydigan aram chiqmadi. Natijada Makka qo'shini Ravhadan ayrilib, Madinaga hujum qilish uchun otlanishga tayyor bo'ldi. Lekin Abu Sufyan otlanish buyrug'i chiqarish oldida Ushtumtut Maibat ibn Abi Ma'bad Xuzai yetib keldi. Abu Sufyan Maybadning musulmon bo'lganligini uqmaydi. Şun o Atilla salam saatdan keyin Maybad yo'lda biror g'ayri ahvol uchratdingmi deb so'radi. Bu chaqda Maybad uningga siyosiy hujum qo'zg'ab, Muhammadni uchratdim. U sizlarni qo'g'lab shundoq ko'p qo'shin bilan chiqibdiki, men unda qo'shinni ko'rmagan edim. Ularning ko'zlaridan qissas o'ti ushqundab turibdi. Uhud jang'iga qatnashmaganlarmi qo'shilib chiqimdar bo'lganiga asrat nadomat chekib, mislsiz qahr, g'azab bilan ilgirlab kelib o'tibdi. Men unda qaram talvilarni ko'rmaganman, deb javob berdi. Shun bilan Abu Sufyan, "Hoy Maybad, nima deydigansan?" deb cho'chib ketdi. Bu chaqda Maybad yanamı ilgirlagan holda hujum qo'zg'ab, "Azbray Xudo, sen mushu yerdan qo'zg'alib bo'lguncha allaqachon otli qo'shinlarning simasini ko'rib qolasan yoki mushu dövlarning keyindagi otliq askarlarning qarasini ko'rib qolasan", dedi. Abu Sufyan, "Biz texi Madinaga hujum qilib, oxirgi g'alabani qo'lga keltirishni o'ylashyotdik", degan edi. Maybad, "Unda xiyolda bo'lma. Men sana kuyinib shundaq deyapman", dedi. Buni anglab Makka qo'shinining irodasi bo'shab, badanlarini titrak bosdi. Yuraklari eg'ib, putlari sirqirashga boshladi. Shung ular ko'p bosh qotirib o'tirmayla, xotirjamlik qo'shinni faqat Makkaga qarab davomli chekindirgandilar, hosil bo'ladi ekan deganni to'nib ketdi. Lekin Abu Sufyan musulmonlar qo'shinining qarta siyosiy hujum qo'zg'ab, ularning qo'g'lab zarba berish harakatini to'sqilib bo'lmagandimi, qonli to'qinishga, tavakkul qilishdan saqlanishga da'vat qilmoqchi bo'ldi. Ular texi Ravhadan ayrilmagan edi. Arablarning Abdul Qays qabilasining bir savdo karvoni Ravhaga kelib tushdi. Bu chaqda Abu Sufyan ular bilan uchrashib, "Mening bir omonatimni Muhammadga yetkazib qo'ya olamsizlar. Navoda Makkaga berib qolsanglar, men sizlarni quruq o'zim bilan tartiqlayman", dedi. Ular ma'qul bo'lib edi. Abu Sufyan, "Undaq bo'lsa, Muhammadga aytib qo'yinglarki, biz keynimizga yenib, uni va uning odamlarini tugitib yo'qotish qaroriga keldik", dedi. Va shu hamon qo'shinni harakatlantirib Makkaga qarab yurib ketdi. Shun bilan karvon bir besib, ikki besib, oxir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tushgan o'tangdan o'tdi va ularga Abu Sufyanning aytganlarini yetkazib, Makkaliklar sizlarga qarshi odam to'plab etibdi, ulardan hezi bo'linglar deyishdi. Bu gap ular musulmonlarning iymonini ziyoda qildi. Ular bizga Alloh kifoya, u Alloh ajab yaxshi vakil deyishdi. Natijada ular Allohning fazli bilan qaytdi. Ularga hech yomonlik yetmadi. Ular Allohning roziligiga ergashdi. Alloh katta fazl egasidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Amra ul Asadda 3 kun, ya'ni yakshanba kelib, dushanba, seshanba, chorshanba, ya'ni Hijriyaning 3-yili Shavvolning 9, 10, 11 kunlari deb izohat berilibdi. Turib, ondan Madinaga qaytdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Amra ul Asaddan qo'zg'alish oldida shoir Abu Izal Jumahi miyadagi izohatda oldingi yili Badri urushida asir tushib qilib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning kambag'alligi va qiz bolalarining ko'pligini nazarda tutib, buningdan keyin Rasululloh va musulmonlarga qarshi hech kishiga yordam bermaslikka ham qam bo'lmaslikqa ahdi ilib to'lamsiz qo'yib edi. Lekin u oldingi boblarda so'zlab o'tganimizdek ahdisida turmay, qora yuzli qilib, o'zining she'riy talanti bilan mushriklarning Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga va musulmonlarga qarshi urush qo'zg'ashga kuch ko'rgan va to'liq qurollanib, bu qitimqi Uhud urushiga qatnashish uchun chiqqan. Ni tutib oldi. U Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga
yağlab elib kelinividi. O, Muhammad, mening gunohimdan o'tgin. Menga yana bir qatim yaxshilik qilgin. Qizlarim uchun bo'lsa-mu meni qo'yib atgin. Men sana ikkinchi qatim qarshi harakat qilmaslikqa ahd beray, deb yalvorishga boshladi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, yo'q, endi sening Makkaga sog' salomat qaytib berib, Muhammadni ikkinchi qatimmi yana oldi etdim, deb peshonangdan silab, ko'kulangni tarab yurishingga yo'l qo'yilmaydi. Mo'min odam chayon chaqqan to'shikka ikkinchi qatim qo'l solmaydi, dedi. Ondan Zubayr raziyallohu anhuni buyurdimu yoki Asim ibn Sabit raziyallohu anhuni buyurdimu, birini buyurib, uningga o'lim jazosi berildi. Shunaqla Makka payloqchilaridan yana bir payloqchi, ya'ni jasusga o'lim jazosi berilib, naq maydonda ijro qilindi. Bu payloqchi keyingi davr izohatda, keyingi davrdagi Umayyiv xalqining 3-xalqisi. Ondan Abdul Malik ibn Marvanning, ya'ni ona taraf buvisi Muaviya ibn Mughira ibn Abul As edi. Vaqaning tafsiloti mundaq. Uhud jangi kuni urush oxirlashib, mushriklar Makkaga qarab yo'l olganda, Muaviya Udul Madinaga kirib, bir navr inisi, ya'ni Tog'iston o'g'li Osman ibn Affan raziyallohu anhuning uyiga tushdi. Osman raziyallohu anhu uningga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan vaqtliq amonlik iqomati vaqtliq turish ijozati berishni o'tindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga 3 kunlikla amonlik iqomati berib, navoda 3 kundan keyin chiliq turilsa, beshi elindi deganni uqtirib qo'yib, Amrul Asad jingga chiqib ketgan edi. Natijada musulmonlar qo'shini Madinadan ayrilib, Madina uningga bo'sh qilib edi. Bu payloqchi Madinada 3 kundan ortiq turib, Qurayshlar uchun material va axborot to'plab, toki musulmonlar qo'shinining oldi Madinaga qaytib kelgandila, ondan astag'ini tikibdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ahvoldan xabar topgandan keyin Zayd ibn Haris, Ammar ibn Yasir raziyallohu anhumalarni Muaviyni qo'g'lashga buyurdi. U ikkalan uning keynidan qo'g'lab yetib, oxiri o'ldirib etib qaytib keldi. Mushundan qaraganda Amra ul Asad urushi ayrim bir mustaqil bir urush bo'lmasdan, balki uni Uhud urushining bir qismi va to'liqlamasi, shundaqla Uhud urushi bobining bir beti deyishga bo'ladi. Xo'sh, mana bular Uhud urushining oldingi tayyorlik bosqichi va tafsiliy jarayondir. Tadqiqotchilar bu jangning tarixiy arq ko'rinishini to'g'risida ko'p izlandi. Zodi bu mag'lubiyatmi va yoki bo'lmasa muvaffaqiyatmi? Har holda urushning oxirgi bosqichlarida Quraysh tarafining mutlaq ustunlikni egallaganligiga gap yo'q. Chunki ular musulmonlarni jang maydonida qo'g'lab chiqardi. O'lim yetim va shikastlik musulmonlarda ig'ir ham fojialik bo'ldi. Bir bo'lak musulmonlar haqiqatan shikasta yedi. Urush pallasida Makka doiralarining manfaati asosiy jihatdan ustun turdi. Va qazalar. Lekin bu yerda bizni mushriklar tamoman ustunlikni egalladi deyishdan to'siydigan mundaq bir qancha turli asosmi bor. Birinchi, Makka qo'shinining musulmonlar bargohini ishg'ol qilolmaganligi aniq. Ikkinchidan, Madina qo'shinining mutlaq ko'p qismi jang saflari intayin qalaymagan va chuvalchaqlashib ketgan ahvoldami jon qutqizib qaytish yo'lini tutmasdan, balki jon fidolik bilan urushib, oxirgi qarorgohga to'planib oldi. Jang ahvoli musulmonlarni jang maydonidan tal-to'kis qo'g'lab chiqarish darajasiga berib yetmadi. Balki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taraf bir tarafdan urushib, yana bir tarafdan chekinib, tartibli holda bargohga berib oldi. Musulmonlar tarafdan birmi odam dushman qo'liga asir tushib qolmadi. Mushrik taraf musulmonlarning mollaridan hech narsani g'animat ololmadi va yana ular musulmonlarning bargohiga 3-bosqichlik hujumni qo'zg'ab, eng oxirgi g'alabani qo'lga keltirishga jur'at qila olmadi. Eng muhimi, ular jang maydonida shu davrlardagi g'olib kelguvchi tarafning odati bo'yicha 3-4 kun turib
o'z kuchini namoyon qilib, ondan qaytmasdan, balki shikasta yegan taraf jang maydonidan ayrilib bo'lguncha ular aldirab tinib jang maydonidan ayrilib bo'ldi. Texmi ajablanarlik shuki, ular Madinadagi ayollar va bolalarni hamda mol-mulk, bog'-varallarni talon-taroj qilish uchun bostirib kirishga jur'at qila olmadi. Halbuki ular Madinaga bir qancha qadam olsalar kira oladi. Uning ustiga Madina butun lashkari kuch va boshqa mudofaa to'salg'ulardan xoli edi. Mushlarning hammasi bizga shuni tushuntirdiki, Quraysh taraf qurshab yo'qotish harakatida musulmonlar qo'shinini talto'kis yo'qotish maqsadiga asosiy jihatdan yetolmadi. Balki musulmonlarga zo'r chiqim va ig'ir talofat yetkazish fursatiga erishdi. Musulmonlar yo'liqqan bundaq ig'ir talofatlarni jangda g'olib kelgan taraf ko'p hollarda beshidan o'tkazadi deb izohat beribdi. Mushlarni nazardan tutganda, mushriklarning bu qitimqi g'alabasini g'alaba va nusrat degili bo'lmaydi albatta. Yana kelib Abu Sufyanning oldirab tinib, qo'shin chekindirib, yolg'onligi uning 3-maydon urush portlasa, mag'lubiyatning o'z odamlariga yuzinib qilishidan ansirayotganligini uqtiradi. Biz yana Abu Sufyanning Amra ul Asad urushidagi pozitsiyasiga qaraydigan bo'lsak, yuqorqi hukmimizning to'g'riligiga texmi zo'r ishonch bilan jazm qila olamiz. Qisqasi, bu urush, ya'ni Uhud urushi har ikki taraf nusrat va talofatdan o'z nasibasini olgan, bargohni qarshi tarafdan ishg'ol qilishiga tashlab berib, jang maydonini qochmay, balki har ikkisi urushdan yaltaygan bir qitimliq oxiri chiqmagan urush bo'lib, bunday urushni kaskin bir taraf bo'lmagan urush deyishga bo'ladi. Mana bu hukmimizga Alloh taolaning muni oyati dalil bo'la oladi. Dushmanning orqasidan qo'g'lashga suzlik qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ularmi xuddi sizlarga o'xshash qiynaldi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albini Allohdan umid qilasizlar. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Qur'oni Karim sura Nisa 4-sura 104-oyat. Bu oyatda Alloh taolo har ikki taraf yorilish va dard alam chekishda bir-biriga o'xshab ketadiganligini, har ikki tarafning ahvoli bir-biridan ko'p farqlanmaydiganligini va hech qaysisini g'olib kelguchi taraf degili bo'lmaydiganligini uqtiradi. Uhud urushidagi uzun mazgillik foyda-manfaatlar. Imom Ibn Qayyum rahimahulloh bu haqda nihoyat tafsil to'xtaldi. Imom Ibn Hajar rahimahulloh mundaq dedi: O'limalarning birlikka kelgan qarshi shuki, Uhud urushida musulmonlarga yetgan ashu talofatlarga nurg'ulg'an uzun mazgillik manfaatlar va ilohiy sir hikmatlar yoshiringan. Birinchidan, musulmonlarga buyruqqa bo'ysunmay har kishi xohlagancha boshboshchilik bilan ish ko'rishning yomon oqibatini to'ntib qo'ygan. Chunki yuqorqi ig'ir talofatning hammasi ashu o'xyachi qismning payg'ambar sallallohu alayhi va sallam belgilagan o'rinni tashlab qo'yib, o'z peshimchilik bilan ish tutganligidan kelib chiqqan. Ikkinchidan, payg'ambarlarning ana shundoq silindiganligini, ammo oxirgi hisobda g'alaba shularning bo'ldiganligini uqtirilgan. Bundaq sinashdagi maqsad, agar ular davomli turda g'olib kelaversa, ularning qetiga mo'min emas kishilarmi suqunib kirib olib, samimiy, sodiq, oq ko'ngil bandalarni pul, mol, nom-shuhrat, huquq, mansabning qullaridan ayrig'ili bo'lmay qolganligini, navoda davomli mag'lubiyatga yo'liqib, shikastlik yetiversa, Alloh taolaning payg'ambari avatishdiki maqsadi amalga oshmay qolganligini bildirilgan. Shunga Alloh taolaning tadbir hikmati samimiy, sodiq bandalarni soxta va dili qora kazoblardan ayirish uchun g'alaba mag'lubiyatdan iborat ikki taraf har ikki ishning o'tirisini birlashtirishni taqozo qilgan. Alayli munofiqlarning niqob kesili bu voqeadan ilgari musulmonlarga ma'lum edi. Bu voqea yuz berib edi. Bu kasal giribdor bo'lgan marazlar so'z harakati va amaliy pozitsiyasi orqali dilidagi yoshirin illatlarni oshkorladi va ko'p agitib ikki bisliq qilib ifodalaydigan
zaharxanda so'zlarini tap tartmasdan ochiq oshkora o'tirg'a qo'yib jar soldigan bo'ldi. Bunun bilan musulmonlar o'zlarining ichki qismida, hatto tom qo'shnilar orasida o'zlariga qish tirniqi bilan o'chmanlik qiladigan dushmanlarning borligini bilib oldi. Musulmonlar endi ularga nisbatan har vaqt, har zamon ehtiyotchan yo'l tutadigan, ularning suiqasd va hiyla-mikrlaridan hasar aylaydigan va o'shiyar turadigan bo'ldi. Aşı ulug'vor hikmatlardan yana biri shuki, ba'zi jang maydonlarida g'alaba nusratni kechiktirganda kishilarning irodasini sinag'ila bo'ladi. O'z-o'zini cho'ngchoqlab ketish xohishni tuzatgala bo'ladi. Alayli bu qatim mo'min musulmonlar ig'ir musibatga mubtalo qilinib edi, haqiqiy mo'minlar sabr qildi. Munofiqlar ola tova chaqirib, qattiq aloqsada bo'lib tikivatdi. Jumladan yana Alloh taolo o'zining mo'min bandalari uchun rohat, farog'at diyori, yana bo'lgan jannatda oliy martaba va manzillarni tayyorlagan edi. Ammo u martabalarga erishish uchun ularning nom amallari kamlik qiladi. Shunga Alloh taolo ularni ashu martabalarga loyiqlashtirish uchun jafosi ko'p, ammo savobi ortiq amallarni bajo keltirishga o'rlashtirdi. Shu hikmatlardan yana biri shuki, Alloh taolo o'z dushmanlarini halok qilishni iroda qildi. Shunga ularning halokatiga sababchi bo'ladigan kufrlik, tajovuzchilik va Alloh taolaning avliya, ya'ni samimiy, sodiq do'st bandalariga azor, kulfat yetkazish qatorliq yomon qilmishlarni qilishga muyassar qildi. Bu orqali mo'min musulmonlarni gunohidan pokladi, mushriklarni halokat g'origa tiqib izini o'chirdi. Uhud urushi bilan Ahzab urushi oralig'idagi lashkariy harakatlar. Uhud urushidagi mag'lubiyatlarning siyosiy va ijtimoiy ta'siri musulmonlarga nisbatan intayin yomon bo'ldi. Ularning kishilar nazaridagi g'olib o'rni e'tibordan soqit bo'ldi va al qalbidagi dabdaba va haybati quruq da'voga aylanib qolay dedi. Ishki tashqi qiyinchiliklar kun sari eshib bordi. Qisqasi Madina shahri xavf-xatar ichida qoldi. Bu vaqtda qadar o'sida jim yotgan yahudlar va ularning shaykillari bo'lgan munofiqlar, hatto badavi, ya'ni qaroqchi arablar yana oshkor dushmanlashish maydoniga o'tdi. Ham har qaysi o'z oldiga harakat qilib, musulmonlarga tegish qilmoqchi bo'ldi. Hatto ba'zilarining texmi xo'riga o'sib, mo'min musulmonlarni tal-to'kis yo'qotmoqchi va tub yildizidan quritib tashlamoqchi bo'lishdi. Bu urushga 2 oy bo'lmay turib, Bani Asad qabilasi Madinaga hujum qo'zg'ash ko'ydi bo'ldi. Orqadan Azli, Qora qatorliq qabilalar til biriktirib, Hijriyaning 4-yili safar iyida bir suiqasd planlab, sahobalardan 10 kishining o'ldirilishiga sabab bo'ldi. Mushu oyning o'zida yana Banu Amr qabilasi cho'ng bir suiqasdchilik harakati elib berib, biroqla 70 sahobaning echinishlik o'ldirilishini keltirib chiqardi. Bu voqea tarixda Biri Mauna fojiasi deb ataldi. Bani Nazir yahudilari mushu jarayonda musulmonlar bilan izchil adovatlashib va o'chaklashib turdi. Hatto shu yili Rabiul avvalda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'ldirishni maqsad qilgan bir suiqasdni planladi. Banu G'atfon qabilasining xo'riki o'sib, mushu yili, ya'ni Hijriyaning 4-yili Jamadi avvalda Madinaga hujum qilishga tayyor bo'ldi. Qisqasi, musulmonlarning al-Nazirdagi g'olib o'rni Uhud urushida qo'ldan ketgan bo'lg'achqa, ular Madinada har tarafdan xavf-xatar o'qiga nishon bo'lib qoldi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashu jiddiylashib ketgan vaziyatga qarata qo'llangan dono tadbirlari va yurgizgan to'g'ri siyosatlari xavf-xatar ko'langalarining bahaybat do'lqinlarini qaynagan qozonga suv qo'ygandekla pas etmoqda va musulmonlarga qaytadan ustunlik va g'alaba, nusrat ato qilmoqda edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu haqda olgan tunji qadami Amraul Asadga qo'zg'agan qo'g'lab zarba berish harakati bo'ldi. U bu harakat orqali musulmonlar qo'shinining nom shuhratini zo'r darajada qo'g'dab qoldi.
va ularning siyosiy aybisini asosiy jihatdan asliga keltirib, Yahudilar va munofiqlarni sarosimada qoldirdi. Arqadınla bir qancha harbiy harakatlarni qo'zg'ab, musulmonlarning shanush shavkitini qaytadan tikladi. Balki texi ilgirkidan zo'r darajada yuqori ko'tardi. Uning tafsilotini tuvandagi qurlardan ko'rib olg'aysiz. Hozir bir soatcha bo'lay deb qopdim. Mendagi muhim nuqtalarni bir qor o'qib o'taylik. Abu Salima qo'shini Uhud urushi tragediyasidan keyin musulmonlarga qarshi harakat elib borganlarning tunjisi Asad ibn Huzayma jamoati bo'ldi. Madina taraf egillagan axborotdan qaraganda Huvaylidning ikki o'g'li Talha va Salmalar o'z jamoati Asad ibn Huzaymadan va boshqa jamoalardan odam tashkillab payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarshi otlanganligi ma'lum bo'ldi. Şoňa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derhal hareketke kelip muhacir ve ensarlardan bulup 150 kişilik qoşun teşkilledi. Qoşunga Abu Salma raziyallahu anhuni emir kılıp tayinlep onunga bir tok qadap berdi. Bani Asad kabilesi öz tavalligidin qo'zg'algancha Abu Salma qo'shini bostirib berib hujum qo'zg'adi. Bani Asad xalqi Tulumdan to'qmoq chiqqandek ushtumtut yuz bergan bu baloyi ofatdan aloqsada bo'lib, tingirqab taraf-tarafga chechilib ketdi. Musulmonlar ularning nurg'un to'yga qo'y charpalarini g'animat elib, omon esa Madinaga qaytdi. Arada urush yuz bermadi. Bu qo'shin Hijriyaning 4-yili Muharramning Hilal eyi ko'ringan kunlarda abatilgan edi. Qo'shin qaytib kelgandan keyin Abu Salma raziyallohu anhuning Uhud urushida yaralangan jarohati yomonlashib ketib, uzoq o'tmay o'lib ketdi. Abdullah ibn Anis yurishi. Musha ay, ya'ni Hijriyaning 4-yili Muharramning 5-kuni Xolid ibn Sufyan Huzallining musulmonlarga qarshi qo'shin to'playotganligini to'g'risidagi xabar Madinaga yetib keldi. Shunga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abdullah ibn Anis raziyallohu anhuni uni ujuqtirib etishga avatdi. Abdullah ibn Anis raziyallohu anhu yo'lga chiqib 18 kundan keyin, ya'ni Muharramning 23-kuni shanba Madinaga qaytib keldi. U vazifasini muvaffaqiyatli o'rinlab, Xolidni o'ldirib, kallasini birga elib kelgan edi. U Xolidning beshini Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga tashlab edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga bir asa tayoqni berib, bu qiyomat kuni ikkimizning o'tirsidagi to'nishish belgisi bo'lsin dedi. Abdullah raziyallohu anhu bu asini saqlab yurib, ömrü oxirlashganda varislarga bu asini jasadi bilan billa dafn qilishga tavsiya qildi. Rajiya vaqasi. Mush yili, ya'ni Hijriyaning 4-yili Safar oyida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yeniga arablarning O'zal va Qora qabillaridan bo'lib bir turkum kishilar keldi. Ular o'zlarining musulmon bo'lganligini bildirishib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ularga diniy ta'lim beradigan va Qur'on o'qishni o'rgatadigan odam qo'shib qo'yishni o'tindi. Shunga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga 6 nafar Ibn Issoq rahimahullohning rivoyatida va Sahihul Buxoriyda 10 nafar kishini qo'shib qo'ydi. Va ularga Mirsad ibn Abi Mirsad G'anivi raziyallohu anhuni, Ibn Issoq rahimahullohning rivoyatida va Sahih Buxoriyda Asim ibn Sabit raziyallohu anhu, Umar ibn Hattab raziyallohu anhuning qiynotisini amr qilib tayinladi. Ular mazkur da'vat fidoyilarini ilib Rajiya izohatda Hijaz tavalligidagi Robih bilan Jidda orliqida bo'lib, Uzayil qabilasidagilarning suv manbasining nomi edi deyilibdi. Degan yerga borganda birdilla niyati buzilib, Uzayil qabilasining Bani Lihyan aymiqini bularni o'ldirishga chaqirdi. Shuning bilan ulardan 100 dak qurolliq odam chiqib, fidoyilarning iziga tushdi va iz qo'g'lab kelib, oxiri yetishib olib, ularni qo'rshib oldi. Va hiyla ishlatib, agar taslim bo'lib qirdan tushsanglar, sizlardan birmi odamni o'ldirmaslikka ahdu paymon beramiz deyishdi. Bu chaqda fidoyilar boshlig'i
Qasım ibn Sabit raziyallohu anhu müşriklarning ahdisiga al bo'lib, qirdan tushmay qarshilik bildirgan edi. Ular qirni o'q tutib, musulmonlardan 7 kishini qatl qildi. Faqat Hubayib raziyallohu anhu, Zayd ibn Dasna raziyallohu anhu va yana bir odamla qoldi. Düşmanlar yana bir qatim nayronvozlik qilib, ularga qattiq ahdu paymon bergan edi. Bu 3 kishi ularning oldiga tushdi. Lekin bu mushriklar ularga bergan ahdni paymonlarini cho'rib tashlab, ularni pachaq zaylari bilan chambarchas bog'lab atdi. Bu chaqda eliqi 3-chi kishi "Mana bu ahdida turmaganlik bo'lmay nima?" deb mang'il unimidi. Mushriklar bu kishilarni urib, dushkanlab, so'rab mengishga zo'rlagan edi. U ularning talabiga ko'nmadi. Shuning bilan bu kishini qilishlab o'ldirib etib, Hubayib va Zayd ibn Dasina raziyallohu anhu mani haydab ketdi. Keyin ular Makkaga opirib, qullar bozorida sotdi. Bu ikki azimat Badr urushida Makkaliklarning yuqori qatlam amaldorlaridan bir qanchini do'zaxga uzatgan edi. Shunga ular Hubayni setib olib, uni hapsiga oldi. Ondan xeyli uzoqdan keyin uni haramning ichidan, haramning sirtidagi Tanim degan joyga ilib chiqib, darga osmoqchi bo'lib edi. Hubayib raziyallohu anhu: "Mening put qo'limni bo'shtib etsanglar, men 2 rakat namoz o'qib olsam" dedi. Shung bilan ular Hubayibni bo'shtib qo'yib qarab turishdi. Hubayib yengil qilib 2 rakat namoz o'qib, namozdan salom berib bo'lgandan keyin ularga: "Alloh bilan qasamki, agar men sizlarning o'limdan qo'rqib namozni uzun so'zdi deyishinglardan qo'rqmasam edim, albatta uzunroq o'qigan bo'lardim" dedi. Va ey Alloh, ularning sonini olg'in, ularning cho'ng kichik hammasini yo'qotgin, birini qoldirmagin dedi. Ondan tuvandagi beytlarni o'qidi. Yig'ildi barcha dushmanlar atrofiga har yondan. Bo'lib to'p-to'p jamat aymoq, qabila tog' bayavondan. Tomosha bo'ldi yovlarga, yig'ildi er ayol xushhol. O'rin olgan chig'imda men jazo maydonida dardin. Xudoyimga tutay arzim shikoyat yoki bor dardim. Budur dushmanga xushpayli, uzildim qarshi imkondan. Ulug' Tangrim ato qilgin menga sabri subatliqni, tenimni qilsimu parcha, yilmasdi masman qo'rqib jondan. Ular tangladi menga dahshat kufri ya o'lim tayyor. Tinim yig'ladi yossiz ham jo'g'ildab ushbu kufrandan. Faqat iymon bilan o'lsam bo'ldi, yo'qki parvoyim, shahid bo'lib yiqilsam sol taraf yoki o'ng yondan. Xudoning yo'lida o'ldim, agar u xolisi shaksiz, o'rin olg'ay va qiynalgan vujudim Bahu Rizvandın. Bu çağda Abu Sufyan onundan, "Navoda biz Muhammadni tutib kelib, sening o'rningda jazo alsaq, sen oilangga qaytib, omon esan yashashni xohlamsan?" deb so'ragan edi. Hubayib raziyallohu anhu kaskin qilib: "Yo'q, Alloh bilan qasamki, men oilamga omon esan qaytib berish badiliga Rasulullohning bir tol tikan bilan azor yeyishni xohlamayman" dedi. Şun bilan ular Hubayib raziyallohu anhuni darga osdi va ularning jasadini saqlashga odam o'rlashtirib qo'yib Makkaga qaytishdi. Amr ibn Umayya jasadni dardan bo'shtib ilib tushib dafn qilibdi. Hubayib raziyallohu anhuni o'ldirish ishiga asosligi Uqba ibn Haris boshchilik qildi. Chunki u uning otasi Harisni Badr urushida o'ldirgan edi. Sahih hadisda mundaq deyiladi: Hubayib raziyallohu anhu o'ldirish oldida 2 rakat namoz o'qishni tunji bo'lib sunnat qilib qoldirgan kishidir. Boshqalar uning Makkada asrlikda turib mezgilda yangi uzilgan o'l uzumni yavatqanligini ko'rgan. Valanki shu kunlarda Makkada quruq xurmumu tepilmaydi. Ammo Zayd ibn Dasina raziyallohu anhuni Safvan ibn Umayya setib olib, otasi Umayya ibn Halafning qissasi uchun o'ldiribdi. Quraysh doiralari Asim ibn Sabit raziyallohu anhuning qandoq odam ekanligini o'qib beqish uchun
izohatda, chunki u Badrda ular tangdoshsiz palvon deb ataydigan bir kishini o'ldirgan edi debdi. Uning biror a'zosini kesib kelishga odam avatdi. Shu an Alloh taolo Azim raziyallohu anhuning jasadiga bir to'p hasharat, ya'ni siyr qarlarni avatib, Quraysh elchilarini uning jasadiga yaqin keltirmadi. Shuning bilan ular quruq qo'l qaytishdi. Mushriklar Azim raziyallohu anhuni qirdan tushishga ündeganda, u Alloh taologa mushriklarning qo'lini tutmaslikqa ahd bergan va uningga mushriklarni yaqin yo'latmaslikni tilagan edi. Ömer ibn Hattab raziyallohu anhu uning ahvolini uqqanda, Alloh taolo bu mo'min bandasini hayot vaqtida muhofazat qilgandek, vafotidan keyin o'z panohida saqlabdi, dedi. Xo'sh, qarindoshlarim, undaq bo'lsa, bugungi bevosita o'qib tarqitish mushada to'xtasin. Allah buyursa, atalikka Bekri Mauna Pajasi degan temadan boshlab o'qishni boshlaymiz. Hammanglarning Ramazon kuniga muborak bo'lsin. Alloh kuch-quvvat bersin. Alloh amonat. Hadi görüşelim. Rahmat.